Odamlarni yaxshilikka chaqiraveribmiz ekan, lekin nasihatni yo'lini bilmagan ekanmiz biz. Yo'l qaysi o'zi yo'l? U nasihat qiladigan, odamlarni isloh qiladigan, odamlarni tuzatib qo'yadigan eshikning kaliti kimning qo'lida? Kimdan o'sha kalitni olsak bo'lar ekan, eshikni qanaqa qilib ochish kerak ekan deb izloribmizni bilmabmiz. Endi qariganimda bildim. Odamlarni isloh qiladigan eshik xotin kishi bo'lar ekan degan. Xotin kishi bo'lar ekan. Ey qizim, u isloh qiladigan eshikning kaliti qizim seni qo'lingda turar ekan. Gunoh juda katta yo'l. Juda keng yo'l. U katta yo'lga, gunohning yo'liga birinchi bo'lib qadamni birinchi erkak kishi bosadi. Erkak kishi bu shunaqangi qadam bosadiki, u bosadigan qadamni qiyomatga qadar xotin kishi bosolmaydi, ey qizim. Ya'ni erkak kishi bo'lmasa, ayol kishini hech kim buzolmaydi degan. Ey qizim, gunohning yo'liga birinchi bo'lib ilk qadamni erkak kishi bosadi-yu, ammo seni roziliging bo'lmaganda u qadamini bosolmas edi deydi. Seni muloyimliging bo'lmaganda u qattiqlik qila olmas edi. Sen go'yo o'g'riga chiqib olib, marhabo uyimizga kelsinlar, tashrif buyursinlar, marhamat qilsinlar deb turib taklif qilgansan. O'g'li keldi. O'g'li kelib, seni butun narsangni o'g'irlab chiqayotgandan keyin voydod, odamlar yordam beringlar, meni o'g'ri urib ketdi deb baqirgan odamsan deydi. O'g'rini orqasidan quvlab chiqib baqirganingda o'g'rini topish ham mumkin. O'g'rini o'g'irlab ketgan narsasini ham topish mumkin. Ammo ori nomus degan narsani o'g'irlab ketgandan keyin o'g'risini topasiz, ammo ori nomus o'g'irlangan qaytib kelmaydi degan. Bo'rini ro'parasida turgan qo'zichoqqa uni chiroyli terisi kerak emas. Qo'ng'iroqlik uni sochlari kerak emas. Bo'riga uni 1 kilo 2 kilo qo'zichoqni go'shti kerak xolos. Sen ro'parangda turgan erkakga seni odobing ham kerak emas, chiroyli ko'ylaging ham kerak emas unga. Chiroyli mayin qilib, iljayib, qiyshib, unga qiyshonlab olib gapirishing ham kerak emas. Seni ori nomusing kerak xolos unga deydi. Sen ro'parangdagi erkak shunaqangi sendan ori nomus qimmatbaho narsani talab qilyaptiki, u mabodo uni orqasidan senga dog' keladigan bo'lsa, qiyomatgacha seni butun avloding nasabingni bulg'ab oladigan ulug' bir narsani sendan talab qilyapti. Ey qizim deydi, qasam ichib aytamanki, ro'parangdagi bir erkak seni ro'parangdan chiqsa, hech qaysi bir begona erkak, nomahram erkak o'zini ro'parasidan qarshisidan bir begona ayolni ko'rganda, xayolan uni hali ayolni kiyimlarini yechib tashab turib, xayolida yalang'och qilib hali ayolni tasavvur qilib ko'rmasa, meni betimga kelib tupurib o'rgan. Nima qilasan uni ro'parasiga o'zingni olib chiqib deydi. Ham erkakda ham nafs bor-ku. O'zingizni qiyoslab ko'ring-da. Sizni ko'ngilingizga nechchi narsalarni shayton olib kelyapti, o'zingiz xohlamayman desizam. Sizni ham qizingizni, sizni ham xotiningizni ko'rganda olib keladi shayton ularga ham. U degani faqat sen iflosdan narigi erkaklarning hammasining ko'ngli toza degani emas, ularda ham ko'ngilda o'sha shayton bor. O'sha nafsi bor ularda ham. U begona erkaklar kelib sen ro'parangda biz sizni xulq atvoringizga ish qilyapmiz. Sizni bizga nimangiz, ori nomusingiz kerak emas. Biz siz bilan faqat do'stona yaxshi ko'rishamiz siz degan gaplarga aldandingmi? Xudoga qasamki, bular hammasi yolg'on. Erkaklar, begona yigitlar o'zlarini xilvat qorong'i joylarda kelib olib, ayollarga qilgan yomonlik, xunuk ishlari to'g'risida gaplashib o'tirganlarni eshitganingda edi, ularning betlariga tupurgan bo'larding.